Ay, ay, buncha sovuq bo'lmasa. Oy, oy, oy. Kechqurun nima bo'lib, voy, olov o'chib qolibdi-ku. Buncha sovuq, olovda o'qishim kerak. Voy, voh. Oy, endi sinyapman, voh. Kechasi bilan sovqotib chiqdim. Voy, do'stlarim, hammaga salom. Sizlar bilan bugun yana men Aragon Craft do'stlarim, mana bizani Bo'g'mish hayot ikkinchi videomiz va masa do'stlarim, mana ertalab bo'lyapti ekan, kechqurun o'ylabman. Voy, vashshi sovqotdim. Uyim ham hamma joy ochilyapti-ku do'stlarim, shunga yarab qolibman do'stlarim. Mayli do'stlarim, masa videoni boshlaylik. Mana ikkinchi qism, mana nihoyat. Mayli bo'lmasa boshladik. Do'stlarim, mana ozgina isinib oldim. O'zimni to'shagimga kirib yotaman endi. Ozgina yotolay. Sal ertalab bo'lganda ishga tushamiz, issiqroq bo'lsa. Mayli bo'lmasa do'stlarim. Mana do'stlar, ertalab ham bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa oyog'im hali ham latgan, tuzalmagan, yura olmayapman. Bo'lmasa men yana shisha, korobka degan narsalarni terishim kerak. Qishloqlar hali ham shu yerlarda yuribdi. Voy, yugura olmayapman. Yuguryapman do'stlarim, lekin mana bu yerda qishloqlar korobka tashlab ketdi. Xo'p, bularni yig'ib olamiz. Keyin korobkacha sotamiz. Mana bu yerda shishalar ko'rdim. Xo'p, bu yerda ko'p bor ekan. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa bularni terib olamizda. Faqat tezroq bo'lishim kerak. Xo'p. Yaxshi, qani. Qishloqlar ishlayaptimi deyman, bir ikkita narsalarni olib chiqyapti. Xo'p, yaxshi. Как раз 20 ta bo'ldi. 20 tani ko'proq pulga sotsak bo'ladi. Endi shishalarni hop. Shisha mana bu. Xo'p, endi birinchi bo'lib sotib kelaylik bularni. Do'stlarim, ertalab ham nonushta ham qilaman, hattoki hozir borib nonushta ham qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men sizga yana shishalar olib keldim. Qani? Mana, xo'p. Boshqasi olmaysizmi? Yo'q, hozircha pulim qolmadi. Keyinroqqa o'sha payt olaman. Hozir pulim kamroqda. Bo'lmasa keyinroq kelaman. Korobkachi amaki. Siz ham remont qilibsiz-ku. Mana shafchalar yangi. Men sizga korobka olib keldim, qani. 5 talik qilib sotaylik sizga, mana. Do'stlarim, qaranglar qancha pul. Siz ham pulga boyib kelibsiz-ku, ha? Nimasini aytasan, ko'p pul yig'ib kelganman. Mana shkafimni ham ochib ko'rgin. Yog'i, qani. Korobkani ko'pligi 90 ming bo'ldi. Qalay, zo'rmi? Zo'r. Mayli bo'lmasa, shu turishingizda davom etsangiz, siz ham kuchayib ketasiz. Yo'q, bular kuchaygan do'stlarim. Bizlarni qaranglar, hali ham shunaqa musor joyda yashayapmanmi? Voy, do'stlarim, bular kuchayib ketibdi, qoyil. Biz qachon kuchayamiz, bolalar? Endi biz ham kuchayishimiz kerak. Do'stlarim, obunani ko'paytirishimiz kerak. Like bosinglar, do'stlar, obuna bo'linglar. Biz ham kuchayaylik shunday qilib. Mana bunaqa uychalardan ketaylik do'stlarim. Mana o'zi hademay ketsam ham kerak, pullarni ham pashti yig'ib bo'ldim. Xo'p, mayli, unda videoni davom ettiraman. Xo'p, hozir qiladigan ishim mana bu yerga shishalarni qo'yib qo'yay. Mana. Xo'p, endi bularni do'stlarim, mana pullarni ko'rasizlarmi ko'pligini? Bitta sosiska oldim do'stlarim, mana ertalab mazax sosiska yolib. Mazza, voy, yaxshi ko'raman-da shu ovqatlarni. Chirigan go'sht esa umuman bo'lmaydi, lekin hozircha bo'lmishimiz shu ham bo'laveradi. Xo'p, do'stlarimni ham yo'laylik. Oppa, yaxshi. Qornim unchalik ham to'ymadi. Yana bitta sosiska va bunda olsam, menimcha to'yib qoladi. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi, endi to'ydim. Yana borib shisha yig'ib kelay do'stlarim. Buncha yana pul bugun yaxshi pul topdik, lekin bu yetmaydi. Jetillar dalada ham ko'payib qolibdi. Mana bitta korobkani qoldirib ketirmanmi? Mayli, buni ham olib qo'yamiz, kerak qoladi do'stlarim. Mana bu yerda shishalar. To'xtanglarchi, mana bu yerlarni ham ko'rish kerak bular.
hamma joyda ichib ketaveradi. Qishloqlar ham alkash bo'lib ketgan do'stlarim. Shishalarni deymiz, u mana bu ham bor ekan. Qani ana yo'llarda ham shishalar ko'ryapman. Va bitta shisha nima bunday qishloqlar qilgan ichib taylab ketgan. Korobkami? Do'stlarim mana bu yerda korobka bor ekan. Ikkita. Xo'p, yaxshi. Birinchi shishalarni yig'ib olamiz. Xo'p, yaxshi do'stlarim. Endi korobkani olsam bo'ldi mana. Va bu yerlarda ham stop. Do'stlarim. To'xtanglar bolalar. Mana bu to'g'rimizdagi qanaqa joy bolalar? To'xtanglar-chi. Oho, qarg'alar uchib o'tyaptimi do'stlarim, qaranglar. Qanaqa joy bo'ldi bu? Jigulimi? Yo, bitta balon yo'qmi? Oho, vashcha eskirib ketgan ekan. Ichlari lekin tuzukroq turibdi bolalar. Yo, xotki. Shunchalar ham bo'ladimi? Yes, mana bu yerda ochib ko'ramiz. Nima? Shuncha shishami? Shu bir stop. Nima? Yana bir stop. Buncha. Yana bir stop. Do'stlarim, endi bo'yimiz biz. Buncha musor bor ekan. Do'stlarim. Narsalarni yana bitta musor va shunchalik ham ko'p bo'ladimi? Va men bu yerda o'chib qo'ygan alov anchadan beri o'chib turibdi ana. Va bu yerda bir eski uy va albatta tambalangan ekan. Buni tambalanganini esa ochish kerak. To'xtanglar-da. Ana korobkachi amakida bolta bor edimi? Do'stlarim, shatta bor, o'sha boltani olib kelayapman. Bag'da ochamiz do'stlar. Men yomon shunaqa joylarga qiziqaman-da. Shuni bor olib kelaman boltani, shuni ochamiz ichiga. Balki biror nima chiqib qolar tuzukroq, lekin bunaqa xaroba va musor joydan normalniy narsa chiqishiga umidim yo'q. Xo'p, mayli, bo'lmasa ham let's go do'stlar. Mana o'zi pastga kelib qoldik qishloqqa ham. Xo'p. Mana shechillaman bu yerda. Xo'p, korobkachi amakidan so'raymiz endi. Assalomu alaykum korobkachi amaki. Bir bor sizni men bu shkafchangizga bolta ko'rib qoldim. O'sha boltangizni berib tura olasizmi? Olishim mumkin. Ishqib pul so'ramaysizmi? Yo'q, senga tekin olib o'rgayman. Rahmat. Bolta uchun. Xo'p, mayli bo'lmasa, o'sha joyga boramizda ochamiz. Mana do'stlar, o'zi kelib qoldim. Xo'p, mayli bo'lmasa, mana oyog'im. Yomon charchab qolyapman oxirgi kunlarda. Hop. Mana o'zi keldik. Shu oyog'im latigan yomon pand beryapti do'stlarim. Qani, oppa, yaxshi. Va qani, oppa. Qani, yaxshi. Do'stlarim bo'ldi. Mana bu narsalarning umuman keragi yo'q endi bizga. Bularni otveramiz shunga. Eshikka qo'yib taylaymiz do'stlarim mana. Xo'p, eshikni qani? Oppa, bu eshik menimcha qulflangan. Bo'lmasa buni ham bolta bilan sindirib tashlaymiz. Yaxshi. Va eshikni ham baqa qo'yib qo'yaman. Anchagina rasvo. Va sveti bilmayman, kimdir yoqib ketganmi? Svit lekin turibdi. La'natlashib qoldim. Va bu yerda ozgina stul, pechka degandek. Xo'p, yaxshi va shkaf bor ekan. Qani, ochamiz. Ochiq ekan. Ichida nima bor? Kalit mashinaniki va ozgincha pul, to'g'ri, ozgincha emas, 50 ming ekan. Va 6 ming va bu yerda 20 ming pul. Qandaydir kitob va aroq, lekin mayli, nima bo'lsa bo'lsin, olaveraman. Va kitobni ichida nimadir yozilgan shekilli. Qani? Xo'p, salom. Agar kim buni o'qiyotgan bo'lsa, buni yozgan odam, ya'ni men senga bir narsani aytaman. Shu shkafni tagida meni pullarim bor. Uni ol va yaxshilikka sarfla. Xo'p, do'stlarim, juda ham qiziqaman bu narsaga men hozir. Xo'p, bu odamni aytishicha, mana shuni shkafini tagida
pul bor. Hozir biz uni olib yaxshilikka ishlatishimiz kerak. Lekin kim bo'lsa ham meni hozir osmondan ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Meni kechiring, lekin menga pul kerak edi. Xo'p, kam bo'lsa ham mayli. O'sha pulni olib o'zimga kerak bo'lgan narsalarni olaman. Mendan xafa bo'lmang faqat. Xo'p, shkafni tagida. Demak, mana shu shkafni tagida. Hop, yerni kavlashni boshlaymiz. To'xtachi. Bu men alla shekilli. Shkaf tagida hech narsa yo'q-ku. Balki pastidadir. Mana bu yerda qandaydir toshdan yasalgan seyf bor ekan. Xo'p, ochamiz. Oppa, ochiq ekan. Qani ichida nima? Do'stlar, kod deylarmi? Qancha pul bu? Bu hazillashyaptimi? Yo, do'stlar, biz milliarder biz. Biz endi Elon Muskdan ham boy biz do'stlarim. Qaranglar qancha pul buni ichida. Yo, ko'zlarimga ishonmayapman. Nima? Buncha pul do'stlarim. Hammasini olamiz do'stlar, hammasini olish kerak bu yerda. Birontasi ham qolmasin. Xo'p, mayli, buni ham hammasini olib taylaman do'stlarim. Bu pullar bizga yo. Hattoki oshig'i bilan mana bu narsalarni yesam menga endi umuman keragi yo'q. Xo'p, buni bu yerga qo'y. Buni ham yo'qot. Mana buni ham keraksiz. Bu ham keraksiz. Bu ham hech qaysisini keragi yo'q endi menga. Va do'stlarim, qancha pul bu yerda qaranglar. Sizlar, men aqlimga sig'dira olmayapman, bolalar. Men endi boyman. Men endi любой narsamni olsam bo'ladi. Xohlagan ishim qilaman. Lekin mana bu kalt, mana bu mashinaniki bo'lsa kerak. Minib ko'ramizmi do'stlarim? Qani. Xo'p, musor bo'lsa ham ovoz chiqardi va umuman tezligi yo'q. O'chiramiz va mashina shu yerda tursin. Xo'p, mayli do'stlarim. Hozir menda qaranglar qancha pul bor. Ko'rabsizlarmi? Buncha pulga men bu qishloq sotib olaman. Qishloq sotib olmayman, to'g'ri, sotib olishga qurbim yetadi-da. Yo, agar men hozir merni ham mer bo'lsam bo'ladi bu qishloqqa. Yoki merni geligini sotib olsammikin? Juda ham zo'r. Faqat oltindan yasalgan, oltin nimjon bo'ladi do'stlarim. Bunaqa baq tursa pachoq bo'lib qoladi. Sen topib ketganmi? Hozir men janoblarni chaqirib chiqsam, seni mazangni qochiradi. Qanday qurbing yetdi meni mashinadan urishga? Sen qishloqqa menga gapiryapsanmi? Menda qancha pul borligini bilasanmi? Meni kuldirma. Axir senda bir tiyin ham pul yo'q-ku. Sen axir bobichsan-ku. U to'g'ri aytadi. Axir sen bobichsan-ku, ana bu yerda yashaysan. Buni butun qishlog'imiz biladi. To'g'ri, men bomish edim oldin. Ya'ni bir necha soat oldin. Qishloqqa meni inventarimdagi pullarni ko'rsang borku, sen o'lasan ana shu yerda o'zi borku. Buncha pul umringda ko'rmagansan. Bu yerga emas, borib jinnixonaga aytasan bu latifalaringni. Mayli qishloqqa. Ertasi kuni bu qishloqdagi eng katta uy va eng chiroyli mashinalar meniki bo'lgan payti, o'sha payt ko'rasan kim jinnixonaga aytishini. Do'stlarim, bu qishloqlar bizga ishonmayapti. Hozir nima qilaman? Menga bu uyni keragi yo'q, men bu uychani. Yopilsa yopilib taylaversin, menga nima kerak? Endi men borku o'zimga suvga tushib ketdim-ku. O'zimga hozir uy qurdiraman do'stlarim, mana shu yerlardan. Chotka qilib uy qurdiraman do'stlarim. Xullas, o'sha yerda yashayman menki. Desam ishonmaylar. Chunki menga oddiy yashash yoqadi. Va ammo narsani esa umuman menga kerak yo'q. Xo'p, buni otyoramiz. Kerak emas bu. Xo'p, mana bu yerda qishloqlar. O'zim uyimni qayta sotib olguncha do'stlarim, videoni pauza qilib turay. Vashcha cho'zilib ketadi. Bu juda katta muammo. Va nihoyat o'z uyim bilan to'shayam. Va mana uyimizni ham remont qilib oldik do'stlar. Qaranglar. Endi bu uyga yashash ham mazza bo'ladi. Mana bolalar, ko'rabsizlarmi qanday qilib remont qildim uyimni, qaranglar. Yangi oyna qo'ydim, yangi eshik. Mana bugun bayram do'stlarim. Uyimizni qaytarib oldik, boy bo'ldik, mana qaranglar. Yangicha bunaqa svitchalar qo'yib qo'ydim.
Va eng dahshati nima do'stlar, bilasizlarmi? Mani azmuncha pulim ketmadi bunga, men uyimni remont qilishga, yangi narsalar olishga va juda ko'p pulim ketdi. Ayniqsa bitta narsaga juda ko'p pulim ketdi. U esa hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir ko'rsataman do'stlarim. Qaranglar, buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana do'stlarim gelik. Gelik oldim bitta. Yo'q, bitta, ikkita olsam bo'laychi-edi. Lekin bitta menga o'zi yetadi-da uni. Endi buni haydaymiz, qishloqqa olib boramiz. Shuni yopaylik. Oppa. Qani? Ovoz jarayonni qaranglar buni. Oppa. Qani? Bir ham bu yaramaslar olib boraylik qani. Hop. Kim keldi? Voy, nima? Qishloqlar qandaysizlar, yaxshimisizlar? Va Aragon, sen buni qanday qilding? Qishloqqa men senga aytgan edim boya. Ishonmading-a? Sen ikkalang ham ishonmading menga. Men esa aytganimni mana qildim. Mernikida oltinda yasalmagan, lekin bo'ladi hozircha hayotimizga. Lekin senda buncha pul. Men senga boya aytdim-ki, qishloqqa qancha pulim borligini. Senchi, sen nima deyotding? Meni jinniga chiqaruvdingmi sen ikkalang? Xo'sh, kim jinni endi? Kim jinni? Voy, bizni kecha Aragon seni aldayapti deb o'ylabmiz. Men hech qachon senlarni aldamayman. Mayli, bo'lmasa senlar shu o'tiraver. Mana shu merni gelikini qo'riqlab. Men esa ketdim. Xo'p, buni uyim oldiga olib borib qo'yay. Qishloqda hali gapsiz bo'ladi do'stlarim bilan. Hoppa, yaxshi. Hop, qani, yana. Hop, mana bu qo'yib qo'yamiz. Hop. Yo'q, mana shu yerga qo'yamiz do'stlarim. Mana. Bo'ldi. Endi eshiklarni yopib qo'yaylik. Mana do'stlarim, kuchaydikmi? Mana. Shotkaymi do'stlarim, kuchaydik mana. Svitchalar yonayotibdi. Hoppa. Do'stlarim, videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun katta rahmat sizlarga. Meni qo'llayotganlaring uchun ham rahmat do'stlarim. Mana videolarim ham yaxshi ko'rilish boshladi. Obunachilarim xalqdan 4 ta bo'ldi. To'g'ri, 4 ta kam, lekin do'stlarim shunday ham xursandman. Ish qilib obunachilarimiz ko'paysa bo'ldi do'stlarim. Iltimos, ko'proq obunani ko'paytiringlar, layklarni ko'paytiringlar. Menga ko'proq obuna bo'linglar. Mana do'stlarim, mana kuchaydik. Bo'mich emas, endi biza boy biza do'stlarim. Mana bo'michdan boylikkacha botdik. Xo'p, video tugadi. Mana do'stlarim, videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun yana bir rahmat aytaman. Xullas, meni eng asosiy gapim, kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar va keyingi videolarimizgacha xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling.